Zuhriddin bizga hamma sharoitlari bor, hamda bez, ob'yom ishlardan chiqaring, tezda ishlatilmaydigan ishlardan chiqaring, tezdadan zerikdik degan akalarimiz uchun ajoyib xushxabar. Bizda xuddi siz kutgan va siz xohlagandek hech qanaqa tezda ishlatilmaydi. Bez, ob'yom, ya'ni kuniga yozib ketiladi. Undan tashqari yotog'i, registratsiyasi, borib kelishi, forma mutlaqo tekin. Oyligi bir oyda 2 marta Trudodagor Ujilenniy kompaniya hammasini beradi. Bu ishga 18 dan 45 gacha emas, 18 dan 50 yoshgacha bo'lganlarni ishga taklif etadi. Mana shu ish albatta like ga arzisa, bir donagina video boshidan like bosib qo'yamiz, hamda kommentariyada albatta omad Zuhriddin so'zini yozib qoldirsanglar, inshaalloh bundan zo'r ishlarni men har kuni sizlarga chiqarishda davom etaman. Demak, bugungi yangi ishlarimizda boshladik. Sizlarga registratsiya, uni продление qilish, INN, трудовой договор, uydibleniya xizmatini taklif qilamiz. Hoziroq qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Avvalambor assalomu alaykum, Zuhriddin musofir kanalini kuzatib borayotgan aziz obunachilarimiz, hammalarga xayrli kun deb qolamiz. Mana bugun 1-aprel 2025-yil biz bugun ajoyib yangi ish vakansiyasimizni Domodedovodan, ya'ni Moskovskiy oblast hududidan boshlaymiz. Tushunganinglardek, bu ishimiz Moskovskiy oblast, город Domodedovoda. Bu skalat emas, bu fabrika desak ham bo'laveradi. Bu qanday go'sht ishlab chiqaradigan fabrika. Ya'niki katta baza, bu sex, bu katta bazaga go'sht keladi. Bu go'shtni katta go'shtlarni maydalab, upakovkaga holatigacha tayyorlash kerak. Ya'ni siz qiladigan ishingiz go'shtni maydalash. Mana shu ish erkaklar, faqat erkaklarni oladi 18 dan 50 yoshgacha. Xo'p, bu yerda yotog'i tekin, registratsiya, borib kelish, forma mutlaqo tekin, Trudodagor Ujilenniy kompaniya beradi. Ish ofitsialniy oyligi har 2 haftada bir marta, ya'ni bu degani oyiga 2 martadan. Xo'p, undan tashqari sizlarga bu yerda hamma narsani, komplekt formalarni o'zlari kompaniya tomonidan beriladi. Har hafta avansi ham bor. Bundan pulidan muammo yo'q. Xo'p, smenasiga keladigan bo'lsak, qanchadan yoziladi Zuhriddin degan bo'lsalar, smenasiga 3500 dan 105 ming rubl oylik kartaga tushadi. Mana shunaqa bez, ob'yom. Ishga chiqqan kuningiz bo'ldi. 12 soat ish, 1 soat obed. Mana shu ishga chiqqan kuningiz 3500 smena уже yozildi degan. Bu mana shu fabrikamizga aslında faqat erkaklar kerak, chunki endi go'shtlarni maydalash ayollarga emas, faqat erkaklarga. Erkaklar buni bajara oladi. Yotoqxonasi bor, yotoqxonasi podolsida joylashgan, o'zi olib borib olib keladi. Ya'ni avtobusda olib borib olib keladi. Tekin, bu sizlardan hech qanaqa pul ketmaydi. Sizlardan faqat pitaniya uchun hamda patent to'lovi o'zingizlardan, qolgan hamma narsa kompaniya hisobidan. Bu yerda yana bitta minus tarafi, sizlar rus tilini gaplasha olishinglar kerak. Chunki bu yer ruskiy firma, hech qanaqa o'zbek pasreding degan narsa yo'q. Shuning uchun rus tilidan gaplasha olish darajasida bo'lgan, rus tilidan xabari bor, Moskovskiy oblast dokumenti borlar telefon qilamiz. Moskva dokumenti o'tmaydi bu yerga. Agar Moskva dokumentingiz bor bo'lib turib ish qidirayotgan bo'lsangiz, yotoqxonasiz qatnab borib keladigan magazinlarda, skalatlarda ish bor. Moskva patenti bor, aka-opa singillarimiz ham bemalol telefon qilib, o'shalar uchun Moskvadan ish so'rasanglar, qo'ldan kelgancha Moskvadan ham topib beradi. Lekin O'zbekistondan telefon qilmaymiz. Iltimos, bu ish ofitsialniy ish. Hech qanaqasiga O'zbekistondan kela olmaysizlar. O'zbekistondan kelganinglarcha joy to'lib qoladi. Shuning uchun mana bu ekrandagi nomerga telefon qilib, O'zbekistondan borsak bo'ladimi, patentimizga yordam beradimi, yo'l kira qilib beradimi degan savollarni berib, bularni ham o'zingizlarning vaqtinglarni bekorga olmanglar. Iltimos, bir-birimizni to'g'ri tushunaylik. Shuning uchun kimda Moskovskiy oblast patenti bor yoki Moskva dokumenti borlar ham telefon qilaveringlar, sizlarga boshqa ish topib berishadi. Lekin bu ish aslida Moskovskiy oblast patenti bor aka-opa singil akalarimizga edi. Mana shunaqa 18 dan 50 yoshgacha bo'lgan, qo'lda Moskovskiy oblast patenti borlar, tezda ekrandagi nomerga aloqaga chiqamiz. Mana shu videoni maksimal tarqatib olasizlar degan umiddaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.